Axborotimiz davom etadi. Aqlli mahalla loyihasi doirasida Nishon tumanining Kimyogar mahallasida ham amaliy ishlar boshlangan bo'lib, hududda 98 ta aholi, 2 ta ijtimoiy soha obyekti mavjud. Loyiha doirasida bitta gaz taqsimlash qurilmasi demontaj qilindi. 98 dona bosim rostlagichlar o'rnatishlari to'liq yakunlandi. 3.4 kilometrlik gaz qurini estetik jihatdan tartibga keltirishlari bajarib bo'lindi. Gazchilar quvurlar ta'mirlab, bo'yoqlab, hisoblagichlarni chiqarib, reduktorlar qo'yib, hammasini sozlab, gazlarimiz ham juda yaxshi hozir. Hammaga bir xil mana gazlar kelib turibdi. Hisoblagichlarni ichkaridan tashqariga ko'chirib chiqarishdi. U vaqtlarda urush, janjal, xullas qilib boshi oxiri yo'q. Nazoratchi kelardi, pulni to'laydi. Muammolar ko'p bo'lganda, u vaqtlar qarzdan qutulmardi. Tinch bo'ldik. Nimani yoqsak, o'shanga pul to'laymiz, ortiqcha pul to'lanmaydi. Kelgusida aqlli mahalla loyihasi viloyatning barcha shahar va tumanlarida amalga oshirilishi belgilangan. Bundan maqsad tabiiy gaz ta'minoti bilan bog'liq uzilishlarni oldini olish va aholiga uzluksiz yetkazib berilishini ta'minlashdan iborat. Yangiliklar rivoji. Sohamizning birinchi FM to'lqinida doimo xabardor bo'l va sen birinchisiz.